mortal, ela vira mortal, vira mortal, ela vira mortal de boca. Hammaga hello do'stlar, sizlar bilan yana Fedya. Xullas bugungi videomizda 50 dollarlik, 150 dollarlik akkauntlarni obzor qilib ko'ramiz. Agar sizlarga bunaqa kontent yoqsa, mana shu videoga 300 ta like qilib beringlar. Ismini keyingi qismini chiqarib beraman. Agar sizlarda ham akkauntlar bo'lsa, Telegramdan murojaat qilamiz. Qani Borlar ko'rishinglar mumkin. 50 dollarlik akkaunt nima deyapti? Qani obzorchani ko'raylikchi. Bu ultimatechi. Mifiklarni tez o'tkazib ketaveramiz. Ko'raverasizlar buni. Tak mifik yaxshi bor. Legendarnilar. Bunaqa setlar bor, gap yo'q. Bunaqa 600 setlar bor, yaxshi. Bunaqa set. Mana bu set bor ekan. Mana bu set bor. Va epichskiy setlarga keldik. Ikkinchi sezonning seti. Oq xalat, pushti xalat, bunaqa epik setlar bor. Yaxshi, mana bu setni qaranglar. Bu set oldichskiy set. Yaxshi, Nemonikimi? Nemodan bo'lgan mana bunaqa setlar bor. Tak qizlar bor. Xullas, epik setga kelsak, yaxshi, juda ko'p ekan epik seti. Va kaskalarga kelsak, muzli kaska bor ekan, 7-sezon kaskasi bor ekan. Yaxshi, kaskalar ham bunaqa shox bor ekan, oldichskiy gap yo'q. Mana shu shox ham trend bo'lgan vaqtida. Gap yo'q. Sochlarga kelsak, hozir jigarim. Soch mana bunaqa shlyapa bor ekan, kapitan set shlyapasi. Yaxshi. Qani Cobra Kai bor ekan bu akkauntda ham. Xullas, zo'r akkaunt, lenta bor. Boshqasi qiziq emas. Maska bandana bor ekan, bo'ldi. Nima deyapti? Вообще oldichskiy akkaunt. Atak ovorish kerak bo'ldi. Variant 50 dollarga hech qayerda topa olmaysizlar bunaqa akkaunt. Gap yo'q. Endi kiyimlar eng qiziq joyi. Qani mana bunaqa set bor, kapitan. Va bu setda ko'ki bor ekan, men ko'rmaganman. Mana bunaqa set. Dead Walking setlari bor. Bu Walking Dead setlari, bular juda oldichskiy bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Mana bu set ham old. Mana bunaqa qanaqa set edi bu? Ko'rganmisizlar bunaqa setda bo'ladi. Ko'k set bor ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Hatto kichiklarimiz kayf qilib o'ynasa kerak bunday akkauntda. Sumkalarga kelsak, sumkalar bor. Ishtonlarga kelsak, mana bunaqa ishtonlar bor, shortiklar. Yaxshi, mana bu bor ekan. Va mana bu bor bo'ldi. Old bilsanglar, buni bilgan biladi. U dollar setda ishtoni bor ekan. Va hot-dog bor. Va oyoq kiyimlarga kelsak, 2-sezonning etigi bor ekan. Kamyob bu ham bu. Ko'rishinglar mumkin, ananasni tapchkasi, krossovkasi deganim, uzr. Xullas, orujalarga kelsak, Akenga 5 ta skin, M16A4ga 7 ta, Skaroga 10 ta, M206ga 4 ta va yashil eng muhimi va 2-sezon bola, uzr. Grozaga kelsak, 6 ta skin bor ekan. AUKga 7 ta, QBZga 6 ta, M762ga 4 ta ekan, MK47ga 3 ta, bu qurolga 3 ta, bu qurolga 1 ta ekan, FAMASga 3 ta. Ko'rishinglar mumkin va bu orujalarga, bittali orujalarga. Bunga 7 ta, bunga ham 7 ta, AVMga 6 ta. Va DSRga 1 ta ekan. Va bular sizlarga uncha qiziqmas deb o'ylayman, bular. Qismaga qiziq, qismaga bunga o'ziga 6 ta ekan, yumpiga 10 ta, Vektorga 4 ta ekan. Hamma ko'rishinglar mumkin, mana shunaqa orujalarga skinlar bor. Bunga kilchat bor ekan. Bunga ham kilchat bor atak. Bunga 8 ta skin bor ekan. Endi mashinalarga o'tamiz. Bunga 5 ta ekan, bunaqa ovozga 5 ta ekan, gap yo'q, bunaqa ovozga 3 ta ekan.
Bunga bitta ekan, sedanga normalga 6 ta ekan. Motolarga bunga 4 ta, bunga 4 ta va bunga bitta ekan. Bagiga 6 ta va bunga bitta. Qayiqqa bitta ekan. Boshqa bunga 4 ta ekan va tankga bor, aeroplanga bor. Ko'rishinglar mumkin. Endi emotsiya eng qiziq joyi. Anaqa emotsiyalar bor, ko'rishinglar mumkin. Вообще uдар, shikalat emotsiyalar bor. Mazza qilmaysizlar, bu akkaunt. Qaranglar, bu akkaunt вообще shikalat. Yo'q. Anaqa emotsiyalar bor, ko'rishinglar mumkin. Yugurib keladigan anaqa va ke deydigan. Buni qaranglar, bu emotsiyalar nima deyapti? I will cut you. Tur qochib tur. Anaqa emotsiya bu bor ekan. Bu kulaydigan, asabi chiqadigan, qo'lni ko'tarib, buni qaranglar. Mana bu kim biladi buni? Bu emotsiya ham bor ekan. Mana bu ko'rsatadigan. I'm tired of carrying you. Akkaunt shkalatu bolalar, akkaunt shkalatu. Bu qanaqa emotsiya ekan? Yo'talib. Please join me. Yo'talib kasal qoladigan emotsiya ekan, yotadigan. Anaqa mana emotsiyalar qaranglar. Hozir jigarim. Bunaqa emotsiyalar Menga trend qolsak bular. Yaxshi qaranglar emotsiyani mana ham bor ekan. Bu ham bor. Juda old akkaunt ekan bolalar. Nima deyapti akkaunt? Вообще emotsiyalar tugaydimi? Mana bor ekan, bu bor. Mana bu ham bor ekan, gap yo'q. Endi parashutlarga o'tamiz. Ikkinchi sezonda parashut bor ekan, zachем? Qanaqa parashut edi? Gap yo'q. Parashutlarga skin ancha ekan. Hoverboardga 3 ta hoverboard bor ekan. Samolyotlarga kelsak, samolyot nima? Ikkinchi sezon full erib olinganmi? Mana. Ko'rishinglar mumkin, bombaga skinlar, bunga va kokteylga. Orqa fon mana bu bor ekan, va mana bu bor ekan. Lekin jigarimiz kamtargina mana shu orqa fonni qo'yib qo'ygan. Va inventarga o'tsak, bitta material bundan 4 ta ekan bo'ladi. X suit ocharsanglar, bitta X suitni kuchaytirsanglar bo'ladi. Mazza va ko'rishinglar mumkin. Endi eng qiziq joyi prokachkani ko'ramiz. Uzi 4 ekan, kilchat. Bu 3 ekan, atak bitta material olib qo'ysa bo'ladi. Bu 6 ekan bo'ldi. Nima deyapti? Buni qaranglar. Turishini qaranglar, shikalat. Rev yashir baribir 6 ta bu. Mana bu 4 ekan bu. Bu 4 ekan, yaxshi. Bu 1, bu kuchaytirilgan ekan, bu 2 ekan. Bular 1. Biroq hamma materialini endi o'zini olib ishlab turgan rev yashirga. Bu 3 ekan. Xullas akkaunt narxiga arzimaydimi yozib qoldiramiz kommentariyaga bo'ldi. Kommentariya sizlar uchun ochiq. Va bu bratni qani? Missiya qani edi? Mana missiya. Voy. Shikalat nima? Mana buni qo'yamiz. Qo'lga bitta rev yashir. Oyoq kiyimga. Bitta ona qo'yib qo'yaylik. Akkaunt nima deyapti bolalar? 79 olmish kolleksiya ekan. Va bolalar, sizlar ham o'zingizlarning akkauntinglar bo'lsa, menga bersanglar akkauntinglarni reklama qilib sotib berishga harakat qilaman bolalar. Va unda keyingi akkauntga o'tamiz. $100 akkauntga o'tamiz. Taniqli. Bolalar, ko'rishinglar mumkin, bu $100 akkauntimiz va Rogerda akkaunti bu. Bolalar, xullas, bu akkaunt $100 ga ketadimi, ketmaydimi? Sizlar bir baholasizlar. Oltiski. Imamnaqa nima edi bunisi? Animemi, xullasda. Anaqa setlar bor, har xil yaxshi setlar bor. Anaqa eski sezonni eski erklar kiyimlari 18, 20, 19, 21, 22 ko'rishinglar mumkin. Va 3-sezon mana yaqindagi erklarning kiyimlari bu Godzilla kiygan ikkita qiyoq set, animedagi set, Transformerlar. Shunday bo'ldi-yu. Va bunaqa har xil setlar bor yaqinda kelgan. Ko'rishinglar mumkin. Va esport seti, mana bu set bor ekan. Yaxshi, legendalarga o'tamiz. Endi legendarlarga 3-sezon seti bor ekan. Har xil qiziq setlar bor bo'ladi. Mana Usmonli seti bor ekan. Bu akkauntda ham mana bu setlar yaxshi. Mana bu set bor ekan, gap yo'q.
Endi legendariyalar tugamasa kerak. Yaxshi setlar bor va epic setga keldik mana qo'yat. Epic setlar ham bor. Atak normalniy. U Nemon seti mana qanaqa set edi? Bu Nemon yarim seti. 14-sezon seti va qamoqdan qochganlar seti. Shu bilan mana bu set bor ekan, yaxshi. Bular ham oltga o'xshaydi, lekin oltdan ozgina farq qiladi. Olti nomi bor. Basketbol set degan. Bunaqa setlar bor va mana bu set bor ekan, gap yo'q, sho'x deb o'tdi. Kaskalarga kelsa eng zo'r kaska turibdi boshda. Va kaskalar yaxshi, normalligina kaska bor ekan va ultra bu sochga taqiladigan zamokchani nima bu? Banti ekan. Gap yo'q, bunaqa Jokerni kallasi bor ekan, yaxshi. Mana bunaqa setlar, sochlar har xil bunaqa sho'xvoy ko'rishlar mumkin. Subani kallasi ham bor ekan. Atak suba bo'lsa bo'ladi, suvitki bu. To'g'ri, yaxshi. Tualetga bunaqa set, bunaqa sochlar. Bunaqa sochlar bo'lgan ekan. Bu soch bular yaxshi, tuyamaydi bular, bunaqa ko'paytirib bor ekan. Gap yo'q. Biz ochkilarga kelsak, ochkilarga bitta lent 3 ta bor ekan, lentasi gap qo'yish mumkin emas. Va mana bu bor ekan, to'g'ri. 3 ta ikkinchi sezonda maskasi bor ekan. Nima deyapti? Bo'ldi. Yaxshi, Mumiyon kallasi. Kiyimlarga kelsak, endi kostyum bor ekan, oq kostyum to'yga chiqib borsanglar bo'ladi. To'yga chaqirib boraman deb. Bunaqa setlar bor, xalat, yaxshi, brigadga. Imonda yaqinda qaytgan set bor va meni setim bor ekan. Yaxshi. Biz endi sumkalarga o'tamiz. Sumkalarda 3 ta mifik sumka bor ekan va eng qizig'i epik bo'lsa ham mana shu old sumka bo'ladi bo'ldi. Mana shu old sumka bo'ladi va sumkalar ko'rishlar mumkin. Godzilla sumka, Esport sumkasi, hamma bunday qizil sumka ham atak yaxshi sumka. Ishtonlarga kelsak, mana bu mifik yubka bor ekan va bunaqa ishtonlar bor, har xil klemga qo'yib o'ynasanglar ketadi. Atak mana bu tursklar ham bor. Tursk otamiz deydi. Mana bu ishtonlar ham bor, hadok bu, mana bu ham bor ekan. Yaxshi, mana bu ishtonlar rasinalik. Mana yaxshi, dvoyka nima bu? Plus endi oyoq kiyimlarga kelsak, oyoq kiyimlar yaxshi bo'ladi. Mana ikkinchi sezonga ismimiz bor ekan. Ananasda bor ekan, ananasga. Endi esa eng qizig'i nechta arjolarga skin borligini ko'ramiz. Akamga ko'nta skin bo'lgan gap yo'q. Eng avvalgi o'yinda skin bo'lgan, eng ko'zga 5 ta, o'ziga 6 ta, avqqa 4 ta, qiziga 7 ta. Hem 32 turib degan, lekin 7 ga 7 ta, gese 32 ga 32 ekan. Buni vakiga yaxshi ekan va hammasi 3 ta, asl 2 ekan. Endi bunaqa ta'riflar qilib ko'rsak, bunga 7 ga, bunga 4 ga, bunga 4 ga, bunga 4 ga, bunga 4 ga, 6 ta, ana 2 ta, qiziga ekan. Bu uncha qiziq bo'ldi, qashqarda. 7 ta bor ekan, bu 7 ta skin bor. Bunga 13 ta, bunga 13 ta. Bunga 10 ta, bunga 4 ta, bunga 7 ta. Bu arjolar yaxshi ekan, bunga 4 ta. Endi nima qilishlarga bu arjolar qo'yib, bunga endi bunga 7 ta skin bor ekan. Bundan so'ng boshqa qilishlarga. Bu vazga 4 ta skin bor ekan, bu bilan bo'lib ekan. Sizga 5 ta skin bor ekan, bunga qo'yib ketsin. Atasizlar esa 5 ekan, bundan bundan so'ng 4 ta bundan qo'yib ekan, bundan qo'yib. Aynan bizga nima ikkita nima qildi. Nemochalar bilan chat, qani o'z strelok nemochasi, sen Hassan degan nemocha va mana aylanib keladigan. Tashkiliy u yaxshi, atak bunda ham zo'r nemochalar bor ekan. Keladigan, chaqirgan, so'yadigan va o'shalar bu nemocha bor ekan, gap qilish mumkin emas. Yaxshi, mana yo'tadigan nemocha bor ekan. Bu gap yo'q. Va mana nemochalar yaxshi nemochalar bor, ikkita nemochasi bor ekan. Gap qilish mumkin emas. Bu akkauntda atak ko'p nemochalar bor ekan. Va qarashlarga kelsak, mana bu qarashlar bor ekan. Eng qizig'i bu va ko'rishlar qancha qarash bo'lgan. Qarashlar son sanasi ekan va hover bor, 3 ta mifik bor ekan. Atak mana shu ham bo'laveradi sizlarga. Samolyotlarga kelsak, samolyotlarga skin bor. Va bularga ham bor ekan, har xil skinlar ko'rishlar mumkin, qancha skin borligini. Yaxshi, surku udarello account. O'chirmoqdim buni, mana. Bitta bor ekan, ikkita bor ekan xullas. Qolgani vaqtlik. Ingilizlarga kirsa, ikkita kristal, 157 ta premium kiysa ekan, 3 ta anavi, 3 ta material, 3 ta mana kuchaytiriladigan, 3 ta bu. Shu account atak 7 ta mayda material. Xiyonat 3 mingta bor ekan. Gap yo'q. Va lobby o'yin, ID karta o'yin, account ol, IDlarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Endi esa eng qiziq joyi buni ko'ramiz. Qani bunda bu 4 ekan, bu klicha ekan, bu 1 ekan, bu 1, bu ham 1, bu 2 ekan, bu 1, bu ham 1, bu 1, bu 1, bu 1, bu ham 1, bu ham 1, bu ham 1, bu ham 1 ekan. Bakın yo'q, MG3 bir ekan, bu ham 1, bu ham 1. Adashmasam bu hamma materialga bularni kuchaytirgan. Bu buni effekt qilgan yo'q. Buni xuddi va bu 1 va bu hamza bu ham 1 ekan. O'sha mumkin mana bu qo'yilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Siz kolleksiyasi 67 gap bo'lishi mumkin emas. Akkaunt narxi arziydimi yo'qmi o'zingizlar aytib olasizlar bo'ladi. Bo'ldi, hozirgi akkauntimiz bu akkauntimiz xullas $150 akkaunt bor. 5 lik suit bor ekan, oq mumyo bor ekan, yaxshi, akula, strelok, oq kostyum bor ekan. Mifiklarni sanab o'tirsak vaqt o'tib ketadi, shuning uchun o'tkazib ketamiz. Neobishniy setlar u. Neobishniy mifiklar ko'ryapman, yaxshi. Mifiklarni qanday tugadim mifik? Mifik ko'pligidan yurmay qolyapti-ku, transformer. Qanaqa amaydi, yaqinda kelgandi. Buni qayerdan olgan? Esportsga
Mana nihoyat mifik tugadi bo'lib legendarniga keldik. Mana bunaqa ko'p turishlar mumkin. Noyob bu mana Subani seti bor ekan, yaxshi. Endi legendarnilar tugamaydi deyman. Uy bu qanaqa set edi? Ko'rinar-ko'rinmas. Yaxshi legendarni tugaydimi bolalar bugun? Gap yo'q. Bu вообще ko'p ekan. Dadasini qilgan ekanda brat borku. Akkaunt qaranglar, u mana qo'yib tugadi. Legendarnilar. Ikkinchi sezonning kiyimi yaxshi. Mana 3-chi sezonning kiyimi ham yaxshi atak. Mana 3-chi sezonning kiyimi ham yaxshi atak. Xalatlar bor, oq qizil. Mana bunaqa kiyim bor edi, yaxshi. Xullas o'tkazaveramiz. Yo'q, ko'p ekan halancha. Kaskaga o'tamiz. Bu mana bunaqa legendarni va old kaska mana shu bo'ladi. Bu kaska ham old deb ataladi. Mana bunaqa muzlik bor ekan. Qolgani adashmasam qiziqmas sizlarga. Bu kiyib bu sochni qaranglar, 3 ultimate. Shularni o'zi yetsa kerak sizlarga. Soch ikkitali sochni olib nima qilasiz, brat? Mana bunaqa tualetlarni kiymaylar siz bilmaydimi? Chatimga turing, brat, hozir. Obzorcha qilib olaylik. Yaxshi tuyadi, ochkilar kelsak bu. Qanaqa ochki edi bu? Yaxshi. Maskaga kelsak, maska bu. Mana maska bor ekan, mana maska yaxshi ham. Nechta kristalga olinadi? 6 ta kristalladi. Tugatamiz biz, mana tuyadi. Kiyimlarga kelsak, hozircha kiyimlarni ko'rib olaylik. Brigadga yaqin ekan ananas. Mana bunaqa o'zimning setimdan bor ekan. Setlar ham bor. Sumkalarga kelsak 4 ta mifik sumka bor ekan. Eng qizig'i sizlarga mana shuda. Bundan zot qiziq bo'lmasa kerak sizlarga. Mana bunaqa bor ekan, mana 3 tona kam yo'q, juda kam. Men ko'rganlarimning ichida bu 3 tona bor ekan, yaxshi kapitan set 3 tona, ananas 3 tona. Biz ko'rishlar mumkin, akkaunt вообще butun. Mana bu 3 tona bor ekan, mana eng zo'ri mana shunda xullas. Endi skinlarga kelamiz. Akenga full qilinadigan klinchat bor. Eng notatilgan klinchat bor. Starga bitta klinchat, ikkita klinchat, 3ta klinchat bor ekan. MP o'zining oldiga ikkita full klinchat va bitta klinchat bor ekan. Yaxshi, 5 ta skin, 6 ta xullas ko'p ketaveramiz. Klinchatlarning oxirida. Yaxshi, Famaska 3 ta skin, 32 ga 2 ta skin, Karetka 8 ta, 24 ga 9 ta ekan. Avimga 3 ta klinchat gap yo'q. Bu arjuga 7 ta bor ekan, unga 3 ta ekan, Amelga 3 ta ekan, VSRga 1 ta ekan. SKS 7 ta, VS 8 ta, Miniga 9 ta ekan, bunga 3 ta. Ko'rishiga mumkin xullas son-sanoqsiz skinchalar bor ekan. Sizlarga ko'ramiz, undan ziyod qiziqmas deb o'ylayman sizlarga. Kimga mana bunaqa bor, yaxshi. Thompsonga klinchat bor ekan, Bizonga klinchat bor ekan. Barjaga bitta klinchat, Thompsonga klinchat, Lenaga bor, bunga klinchat bor ekan, bunga DBga bor, Pilotga bor ekan. Bo'ldi adashmasam, undan ziyod pistoletlarga qiziqmas. Ovozi kuchli ekan, bunga 2 ta. Olishga bunga bitta ekan, Sevanga 2 ta va bunga Miraga bitta ekan, Miraga degan. Mototsikl bu bitta mifik skin moto bor ekan, ya'ni o'zini bunday akkauntga traylerda qo'yapti-yu. Skinlarni ko'rishingiz mumkin. 10 ta bagiga skin bor ekan, bitta mana o'zi yetadi, уже yetib oshadda bo'ldi. Bola chaqalarni o'xshaydi bo'ladi bu bagida bor. Yaxshi, вообще ko'p tugaydimi? Emotsiyalar keldik. Qani, Strelok, Minion anonsi, emotsiyasi va anaqa menda bor emotsiya bor. Va mana bunaqa emotsiya. Bu fixki emotsiyalar ko'p ekan xullas. Marginal emotsiyasi, anaqa tushib keladigan. Bu yana emotsiyalar. Ammo kremenda olishingizga keladigan. Mana bunaqa Posidonni bu anaqa chiqarar ekan. Qaysiga slavusini o'shani xullas sanosi, aniq suyana deyilgan. Mana bor ekan. Yaxshi, udar akkaunt bo'ldi bu. Gapiradigan, uni qo'yadigan, tepadigan, o'ynaydigan. Tugaydimi bugun emotsiyalar. Mana oxiriga keldik. Va ko'rib turishinglar mumkin, qanaqa parashlar borligini. Parashlar ham son sanoqsiz pashtik. Yaxshi, hoverboard ham normal, atak almashib o'ynashga bo'ladigan akkaunt. Qani bunga bitta bor ekan. Shoqi nechta bor? Gap yo'q. Qafon qiziq. 2 ta qafon bor ekan, brat, 2 ta qafoni. Yaxshi. Invertorga kelsak, 3 ta material bor ekan, gap yo'q. Kuchaytirib olsanglar bo'ladi. 49 ta lobby bor ekan. Bitta shutchani qo'yib qo'yaylik akkauntga. Shutda tursin, setda bitta qilib qo'yaylik. Kiyib ham kerak emas. Bu ham kerak emas. Sochib qo'yib qopdi. Mana qo'yaylik mana. Endi esa eng qiziq joyi prokatchka, 45 ta prokatchka bor ekan. Birinchisi shoot full, adam bir, berim to'rt ekan. Berim to'rt, yumpi to'rt ekan. Bu adam bir.
Bu ham bir ekan, bu 4 ekan, pullik bir. Bu ham 4 ekan, kilchet, bu ham kilchet, yaxshi, mazza o'ynashga bo'ladigan bu ekan. Bu bir ekan, bu 4, bu 2, bu 4 ekan, kilchet, yaxshi. Bu ekan bitta kilchetga va bu mifik. Mana shu o'zi yetadi o'sha. 7 ta materialga zarb qo'ygan, bu full ekan. Bu effekt qo'ygan ekan, yaxshi 5 gacha o'xshatibdi. Bu 3 full. Bu ham full. Mana ko'raylikchi, ko'rishingiz mumkin, yaxshi. Bu 2 ekan, kuchaytirmagan ekan. Bu material ko'zim o'tirib ketgan ekan. Gap yo'q, xullas. Akkaunt, shkat akkaunt. Orqa fonga yaxshilab qo'yilmagan. Rapimiz kamtargina ekan, xullas. 19 kolleksiya bo'ldi, 19. Nima deyapti kolleksiya? 81 ekan. Yaxshi. Agar sizlarga ham shunday akkauntlar kerak bo'lsa, Telegram kanalga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalga qo'shilib, sizlar u yerda akkauntinglarni sotsanglar bo'ladi, akkaunt sotsangiz bo'ladi, bolalar. Keyingi video aktivda bomba qilib bersanglar, keyingi videoni chiqaraman, keyingi qismini chiqaraman. Hammalarga rahmat.